Assalomu alaykum hammaga. Mana O'zbegim jamiyati bugun bahorning chiroyli kunlaridan birida o'zbeklarni, bu yerda yashayotgan o'zbeklarni yig'ib sumalak tadbiri uyushtirdik. Assalomu alaykum yana bir bor barcha vatandoshlarimizga. Mana bugun vatandoshlarimiz bilan mana shu Antaliyadagi barcha yurtdoshlarimizni yig'ib bir sumalak tadbirini amalga oshirmoqdamiz. Xudo xolasa mana shu O'zbegim uyushmasi sifatida bundan keyin ham katta tadbirlarni, bayramlarni birga qilishni reja qilganmiz. Yuringlar, sumalagimizni ko'ringlar. O'zbekiston, O'zbekiston. O'tinlarimiz. Amin. Feruzaxon, Hormi. Xudoylarni undirib, Isarukkiladan chiqarib boshlab oldi. 2025-yilda ikkilisini. Nechinchi yil qildik, Feruz? 2019. 2019 Coviddan oldin edi. Xayrli bo'lsin bunisi ham. Coviddan chiqish. Shunaqa qilib tez qilib tursa, endi bu yoqdan bu yog'iga. Oldingisi Istanbulda edi. Bunisi Antaliyada. Bu Antaliyada, oldingisi fermada edi, chiftlikda. Bu mana chiroyli otelda. Faqat biz uchun ochishda otelni. Hamda o'rmon, juda ham chiroyli joylar. Yola qizg'aldoqlar bor. Bahor. Voy, mazza. Xudo xolasa sumalagimiz zo'r chiqadi. Voy, yengil ekan, bog'chasida qildirgan. Isbot berishgan, arendaga olgan. Yo'q, hashaga ekan. Arendaga olmagan. Bular ham soat tekshiruv bo'laylik. Tamom bo'ldi. Lekin ertalab ketgan. Nimaga harakat? Tandir. Tandir somsa qilar ekanmiz. Tandir somsa qilamiz. Nima gazdasizmi? Ha, anaqani suvi. Sumalakni suvi. Sumalakni suvi. O, o'zbek bayroqlari. Adoyi bo'lganmisini O'zbekiston Ancha rangi kelib qoldi.
Diloromxonni qo'llaridan chuchvaralar. Chaqqon kelinimiz Diloromxon. Opajonim otingizni bilmas ekanman. Gavhar opam. Gavhar opam oshib beryaptilar. Bu yerda ko'k chuchvara. Qizlarjonlar chuchvara tegishyapti. Bay. Hormanglar. Salomat bo'ling. Tarixga muhrlab qo'yaylik. Sumalagimizni ochamiz. Очередga turinglar, очередga. Bir qatlab turinglar. Bo'yi kichkina bolalar. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allah'ım ekranım, yakka yagonam, ko'rguvchim, bilguvchim, eshituvchim, yaratguvchim, rizq berguvchim, 18 ming olamni yaratgan pok Parvardigoro, borliging haqqi, birliging haqqi, yakka yagonaliging haqqi, o'zingga ixlos qildik, o'zingga tavakkal qildik, o'zingdan o'zga muhtoj qilma. 18 ming olamni yaratgan pok Parvardigoro, o'zing buyuk zotsan. Xususan Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni poklariga boshladim. Aziz avliyolar qarida yotgan g'alib murabbo Video tovon qilamiz. Mana qizlarimiz, Alloh rozi bo'lsin, xizmatda. Endi mana bu yerda joy qilamiz. Joy qilgan paytimizda hammasini ishlatamiz. Hattoki xolodilniklar bor ekan, salatlar bor ekan. Hormanglar.
Osh bo'lyapti. Bo'lyapti. Glavni oshpazimiz. Guruchlarni bitib qo'ydinglar. Mana zarraklari ham. Ranglari yaxshimi opasimiz? Zo'r gap yo'q. Gulzorlarning ichida. Nargiza charchamadingizmi? Yo'q, nima charchaman opa. Ko'pchilik narsasi charchash bo'ladimi? Biri to'lasang dam olamiz yer. Qaysida? Ha, mana bir o'zi turibdi. Sho'tta shekilli, mana bu paydo bo'lib qolibdi o'zi jo'nadi. Bunami? Bu stolga bitta 8 ta ertalab olibdi, o'shani idishlari Xayrli bo'lsin, davomli bo'lsin va ahilligimizga, birligimizga ko'z tegmasin. Mana shunaqa chiroyli tadbirlar orqali yanada bir-birimiz bilan yaqindan tanishib, do'stlashib, bir-birimizni xonadonimizga bordi kellarimiz ko'payib turaversin va endi madaniy qismni ochib berishni Dilshod akamizga beramiz. O'sha O'zbegim jamiyati boshlig'i Dilshod aka, marhamat. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, merhabalar sayın misafirlarimiz. Mana bugun sizlarni mehnatlaringiz bilan, sizlarni fikrlaringiz bilan juda bir chiroyli sumalak tadbirini qildik. Barchalaringizga kelganlaringiz uchun, mana shu yerda mehnat qilganlaringiz uchun o'z nomimdan, mana shu uyushmamiz nomidan minnatdorchilik bildiraman. Xudo xolasa bundan keyin bundan-da yaxshi tadbirlarni o'tkazishda birga bo'lamiz. Mana shu stollarni yasatgan, tuzatgan kelinlarimiz bor. Dilnozaxon, Kamila Dilnozaxon, Dilafruz, Dilafruz, muhtaram parnikda mana bu yeb o'rgan anaqalarni pomidor, bodring hammasi parnikdan o'zlarinikidan olib kelishdi, juda ham mazali. Mana shu O'zbegim jamiyati bilan birgalikda, hozir hamkorlikda bizlarni qo'llab-quvvatlagan, bir-birimizdan kuch olib turgan, bir-birimizdan ideyalar olib turgan yosh talabalarimiz bor. Shu talabalarimiz bundan buyog'iga ham doimo biz bilan birga bo'lishadi degan umiddaman. Hammasiga katta rahmat aytaman. Safiyaxonga sovg'amizni beramiz. Festivalda go'zal Hozir chiroyli raqslarga tayyor bo'lib, kiyinib, men raqsga tushaman deb kutib o'tiribdilar. Barnoxon borlar, Barnoxondan davrini surib birovga yaxshilik qilmaganlar bor va lekin bir umr yaxshilik ko'rib uni nimaligini bilmaganlar bor. Deydilar, dunyoni doim bir kam yaxshilik qilish ham osonmas, biroq mening nazarimda yaxshilikdan ham uning qadrin bilmoq ming bor yaxshiroq. Afarin. Rahmat hammalarga. Xalqaro kultur festivalimiz bor. Bu yerga hammani da'vat qilmoqchiman. Ayni zamanda bizning student do'stlarimiz ham O'zbekistonda tanishmoqchi. Bu yerda 34 ta davlat o'zini kultura